Bugun nafaqat men uchun, onlayn kursimiz o'quvchilari uchun ham quvonchli kun. Yana bir Sindor Collection akademiyasi qaldirg'ochlarini bitiruv oqshomi. Bitiruv oqshomi juda ham yuqori energiyaga boy bo'ldi. Sindor Collection jamoasi bilan bir qatorda doimiy hamkorlarimiz nafaqat O'zbekistonda va butun dunyoda yetakchi tekstil uskuna va ish qurollari hisoblangan Bauyo firmasi tomonidan esdalik sovg'alari, eksklyuziv oqshom liboslari, matolar makoni Nisa Tkani tomonidan bir-biridan ajoyib oqshom liboslari uchun matolar. Yorqin, rangli, sifatli va hamyonbop keng assortimentga ega Infinity matolar do'konidan 1 million so'mlik qiymatga ega 3 ta voucher va liboslarni ularsiz tasavvur qilish qiyin. Va eng katta tanlovdagi furnitura mahsulotlariga boy furnituralar olami hisoblangan Kristal do'koni tomonidan professional maneken o'z egalari, ya'ni bitiruvchilariga hadya qilindi. Har bir o'quvchini quruq qo'l bilan qaytarmadik. Bular hammasi emas. Shunaqa chiroyli tantanalar saroyida to'kin dasturxon bilan bir qatorda yulduzli mehmonlar tashrifi kechani yanada fayzga to'ldirdi. Ustozoda serqirra ijodkor, sevimli bo'lishga ulgurgan shirali ovoz sohibasi, qadrdon do'stimiz Xonzoda Do'stova qo'shiqlari yu raqslari bilan hammani xursand qildilar. 2026-yil ayol xonandasi hisoblangan butun O'zbekiston Jonikova sevimli bo'lishiga ulgurgan qadrdon do'stimiz Dilnoz Hakimova eng xit taronalari bilan hammani qalbida shirin xotira qoldirdilar. Shu qatorda buni ham aytib ketishim kerak, hamma sevgan, hamma yaxshi ko'rgan serqirra ijodkor singlim, do'stim bo'lib ulgurgan Ozoda ham kechamiz mehmoni bo'ldilar. Bular hammasi emas, qaldirg'ochlarimiz yuqori parvozlari uchun ilk qadam desam adashmayman, sertifikatlarni ham topshirdik. Siz ham shu insonlar qatorida qalb kasbingizni topmoqchi bo'lsangiz, Sindor Collection akademiyasidan boshlang. 12 fevralga qadar qabul davom etadigan, 1 yilda bir bo'ladigan Ramazon chegirmasidan unumli foydalanib qoling. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirish esdan chiqmasin.